Qo'llarini o'zganing to'g'rirog'i, akasining sinfdoshini qoniga belagan bu yigit 26 yoshda, hali oila qurmagan. Farzand qanchalik shirin ne'mat ekanini bilmaydi to'g'ri, ammo qotillik jinoyat ekanini anglardi. Ammo oddiy kelishmovchilik, ko'chaning Qo'shtirnoqdagi zo'rligini talashib qilingan dahanaki janjal navqiron yigitni panjara ortiga yetakladi. Tosh bilan tosh otishyapti, boshqa qilishyapti. Mashinadan qanot tushdim, bilmayman. Tushirib olishdimi, tushdimmi? Akam shu akamman ko'zi ko'rmay yotuvdi. Qotillik bilan yakun topgan oddiy kelishmovchilik sudlanuvchining akasi va uning sinfdoshi o'rtasida mahallada bo'lgan to'yda boshlangan aslida. 2023-yilning dekabr oyi edi o'shanda. Men sendan zo'rman degan qarash ikki mahalladosh orasidagi murosani qochirgani qayd etilmoqda sud materiallarida. Sudlanuvchining akasi bu voqeadan so'ng xorijga borib, bir muddat ishlab yana qishlog'iga qaytadi ham. Biroq marhumning ha deganda hali bu ukaga akang bilan gaplashib olaman, zo'r kim ekanini ko'rsataman degan do'q-po'pisasi tugay demaydi. Voqea sodir bo'lgan kuni soat 21larda marhum sudlanuvchining akasi bilan o'rtalarida yuzaga kelgan kelishmovchilikni hal qilish uchun uni Yozyovon tumani Porloq mahalla fuqarolar yig'ini Obod turmush ko'chasiga chaqiradi. Bundan xabar topgan sudlanuvchi esa akasining ortidan borishga qaror qiladi va o'zi bilan yarim avtomatik tarzda chiqadigan pichoq ham oladi. Hodisa joyiga yetib borganda esa ikki aqli raso mushtumzo'rlar biri ikkinchisini ayamay bir-biriga jismoniy kuch ishlatayotgan bo'lgan. Shunda sudlanuvchi yonida bo'lgan pichoq bilan marhumga tahdid qila boshlaydi. Pichoq kuchidan biroz hayiqqan marhum shu vaqtda sudlanuvchining akasini qo'yib yuboradi. Ammo voqea shu bilan yakunlanmaydi. Marhum yana ularning yo'lini to'sib, janjalni davom ettiradi. Bu orada o'zaro haqoratli so'zlar ham ishlatiladi. Jahlini jilovlay olmagan yigit esa shu joyda avtomashinadan tushib, akasining sinfdoshini ko'krak qafasiga 2 marta yonidagi pichoq bilan urib, uni o'ldiradi. Shundan so'ng bo'layotgan holatni jabrlanuvchining voyaga yetmagan ukasi ko'rib, voqea joyiga yaqinlashadi. Yaqinlashgan vaqtda sudlanuvchi voyaga yetmagan jabrlanuvchining ukasini pichoq yordamida tanasining turli joylariga tan jarohatlari yetkazadi. Shundan so'ng voyaga yetmagan bola u yerdan uzoqlashib qochib ketadi. Inson ongli, fahm farosatda mukammal mavjudot. Biri ikkinchisini eshitish, tushunish orqali qabul qila oladi. Ko'chaning Qo'shtirnoqdagi zo'rligi talashilgan kelishmovchilikni ham hal etish mumkin edi shunday yo'l bilan. Ammo unday qilinmabdi. Ko'rib turganingizdek xunuk qotillikka sabab bo'ldi. Ikki navqironning o'ylamay qilgan ishi. Jinoyat ishlari bo'yicha Oltiariq tuman sudida mazkur jinoyat qonunlar doirasida ko'rilib, qotillikda ayblangan shaxs harakatlariga huquqiy baho berildi. Sudlanuvchi ushbu sodir etgan harakatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi va 25 orqali 97-moddasi 2-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan ushbu moddalar bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Qamoq, ozodlikdan bebahra umr, jazo muddati tugaydi, ammo endi yoshlik qaytmaydi. Undan-da yomoni, zavol ketgan umrni ortga qaytarish imkonsiz. Voqea bu holatga kelmasligi mumkin edi. Oilalar kattalari, yoshi ulug'lar holatga avvalroq bosh suqib, biri ikkinchisiga bilagidagi kuchini ko'rsatishga uringan mushtimi zo'rlarni to'g'ri yo'lga qaytarganda, endi pushaymon biror naf keltirmaydi. Bu haqiqat. Maqsadimiz ikki oilaning behalovat qilgan hodisa boshqalarga saboq bo'lsin. Maftuna Mamasidek va Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.